kechqurun bir qishloqqa bir o'zi o'rmonga borishga qaror qilibdi. Qandaydir g'or topib olgan emish va u shundan keyin qishlog'iga qaytib bordi. Yo, nima bu chalash? Men ustalarga aytdim, men hamma joyini qilib ketsin deb. Nimaga bular yarmini qilgan, yarmini qilib ketmagan? Jorson bu axir g'irjinili yo barchaga salom do'stlar, sizlar bilaman. O'sha Freshboy yoki boshqa mana ismlarim ko'p juda. Va maqsadga qaytsak bo'ldi. Videoga xush kelibsizlar. Agar sizlar bu videoga xush kelgan bo'lsanglar yoki xush kelmagan bo'lsanglar, ishqilib qaruchi kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va videoga like bosib qo'yinglar. Men chunki tez orada 1000 ta bo'lgan bo'lishim kerak. Aynan sizlar obuna bo'lib qo'yinglar hoziroq. Va do'stlar, bilasizlarmi, men kecha usta chaqirtirgandim agarotimni kuchaytirish uchun. Va ustalar qilib ketgan ishini qaranglar. Bu nima qilgani hozir? Jorson, bu juda ham yomon narsa. Buni ustidan biz merga borib shikoyat qilsakmikin? Akalar nima deysizlar? Yoki shikoyat qilishdan oldin o'zim bu ishlarni tugatib qo'ysam ekan. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videongizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Davaychi hozir biz o'rmonni qanaqa o'rmon Jorson, o'rmon xayolimdan ketmayapti-da. Nima qilib gap ketayotganini masala keyinroq aytib beraman bo'ldi. Hozir omborga borib narsalarni olishim kerak. Okey, bu yerdan bizga kerak bo'ladi. Bu kerak bo'ladi. Va buni o'rniga akalar matapillani olgan yaxshi va mana bu narsa kerak bo'ladi. Nimaga o'rmon deyapman? Nimaga bunchalik ko'p o'rmon so'zini ishlatyapman? Men kechasi kechqurun YouTube ko'rib o'tirgan edim va birdan o'zimiz qishlog'imiz haqida video chiqib qoldi. Aytishlaricha, bundan 10 yil ilgari bir qishloqqa o'rmonga bir o'zi borgan emish va o'rmonda sirli g'or topib olgan emish va o'shandan beri u qishloqni nima desam bo'ladi? U qishloqqa topilmagan emish. Tabi juda ham kulgili eshitilishi mumkin akalar. Lekin bir xillarga kulgili emas va meni ham juda ham qo'rqitib qo'ydi. Agar sizlar ham bunga qiziqayotgan bo'lsanglar, hoziroq kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Chunki men kechqurun o'sha g'orga borib ko'rmoqchiman va u g'orda nima bo'lyapti? Aslida hammasi nimaga bog'liq? Buni oydinlashtirib olamiz. Ungacha bo'lsa akalar, men o'zimni agarotimni tuzatib qo'yishim kerak bo'ladi. Jitel nima qilyapsan? Matapillami? Matapilla. Nima, meni o'ldirmoqchimisan? Yo'q, prosto Yaramas, davmisan sen? Nimaga menga matapillani suqyapsan? shunchaki sinab ko'rdim Jorson. Muncha yig'lama sen, agarotimga kecha ustalar chaqirgan edim. O'shalar meni ishimni chala qilib bergan. Kimdan alamimni olishni bilmay turibman. Jorson, o'zing ahmoqsan-da, Fresh. Bo'lmag'ur ustalar chaqirgansan. Nima, kim ahmoq? Yaramas. O'zimdan alamimni olishni bilmay turgandim. Va buni uyida taxtalar baribir unga kerak bo'lmasa kerak. Jorson o'yinda ovozini ozgina pasaytirib olmasam bo'lmaydi. O'zira kelayinda videodan chiqib ketganimiz uchun o'zing ko'rmaganligingmi? Bilaman, ana yerda qishloqni o'ldirganimni ko'rding, to'g'rimi? Yo'q, ko'rmadim. Ko'rdim. Lekin hech kimga aytmayman. Qo'rqma. Yo'q, sen aniq aytasan. Shuning uchun seni ham o'ldirishim kerak. Yo'q, Fresh, mana bola chaqa bor, meni o'ldirma. Mayli, agar kimgadir aytsang, uyga borib o'ldirib ketaman. Tushundingmi, yerimiz? Bo'ldi, gap yo'q. Va qishloq bilasanmi, o'zi umuman bugun kechqurun men tashlandiq o'rmonga bir o'zim bormoqchiman. Nimaga tinchlikmi? U yerdagi g'orni bilasanmi? Ha, YouTube'da video ko'rgandim. Bu yerda qanaqadir tashlandiq g'or bor. Da, xuddi o'sha g'orga men bugun borib ko'rmoqchiman. Bu qo'rqmaysanmi hech nimadan? Yo'q, Jorson, nimadan qo'rqishing kerak? O'g'il bola hech nimadan qo'rqmaydi. Garuchi kechqurun men bilan birga borasan, tushundingmi? Men bora olmayman. Nima deding? Mayli, boraman. Kech bo'laversa qani ko'ramiz-da. Mayli, necha tayyorgarligingni ko'r va ishtoningni ham almashtirib siyib qo'yibsan. Jorson, qishloqlar ham shunchalik qo'rqoq bo'lishadimi akalar? Okey, bu uyni hozir вообще buzib tashlashimiz kerak. Nimaga desanglar, egasini o'ldirib qo'ydim. Va biz merga uni ko'chib ketganligi haqida aytamiz. Okey, menimcha shuncha taxta etsa kerak.
bilan olamiz va merda uyda versak bor edi. Buni yasab olishim kerak. Mer kirishga mumkinmi? Ha, kiraver. Hozir mana kiryapman. Okey. Johnson. Bo'ldi, obunachilar, shu joyda stop. Sizlarga men videoda ishlatadigan modlarim yoki o'zim haqimda ma'lumotlar kerakmi? Sizlar meni Telegram kanalimga o'tib qo'yishingizni tavsiya beraman. Chunki u yerda men ishlatadigan hamma modlar va yana qo'shimcha ma'lumotlar bor. Qani bo'lmasam videoga qaytamiz. Assalomu alaykum mer, yaxshimisiz? Vaalaykum assalom. O'zing qalaysan? Zo'rmisan? Chutgimsan? Hammasi yaxshi. Mer, bilasizmi? Men sizni tavsiya qilgan ustalarni chaqirdim va ular огородni oxirigacha bitirib ketishmabdi. Bu nima degan gap? Jonurson, nima? Menga shuni problema qilish uchun keldimi? Yo'q, o'zi umuman men o'sha ishda tugatib qo'ymoqchi edim. Hozir palka yasab olishimiz kerak-da. O'zbekcha gapir, yaramas. Uzr, o'zbekcha gapiramiz bundan keyin. Nima, siz aktivist emasmisiz? Yo'q, nimaga? O'zim shunchaki. Okey. Tak, palkalardan bizga ko'proq kerak bo'ladi menimcha. Okey. Mana shuni 10 ta qo'yib olsam, всё. Mer, men bugun kechqurun ana tashlandi g'orga bormoqchiman. Jonurson, kallang bilan urishib qoldingmi? Nima uchun? U yerdagi mishmishlarni qachongacha odamlar bundan qo'rqib yashaydi. Men o'sha mishmishlarni yo'q qilmoqchiman. Yoki qanaqadir maxluq bo'lsa, uni o'ldirib kelaman. Qiyin ish boshlab qo'yibsan-ku. Nima, Jarson, buni nimasi qiyin? Bu juda ham oson. O'zi umuman hamma qishloqlar qo'rqoq bo'lishadi. Nima deding? Sizlar qo'rqoqsizlar, prosta qo'rqoq. Tushunyapsizlarmi? Yo'q, biz qo'rqoq emasmiz. Xohlasang sen bilan birgalikda boraman. Nima? Siz men bilan birgalikda borasizmi? Ha, agar xohlasang. Albatta yo'q. Nimaga sen bilan birgalikda borishim kerak? Agar o'lib ketsam, nima bo'ladi? Aytaman-ku, sizlar juda ham qo'rqoqsizlar. Okey, men o'zim hozir огородimni tuzatib olishim kerak. Tak, asabim buzgim kelmayapti. Okey. Bundan 6 ta qo'yib olamiz. 6 ta. Всё. Tak, va kirib chiqish uchun eshikcha ham yasashim kerak, Jonurson. Uzr, mana shuni olib tursam bo'ladimi, mer? Jonurson, nima qilyapsan? O'zim boshqa yangi remont qilib beraman sizga. Maylimi, menga eshikchalar kerak bo'libdi. Okey, mana shunday va bunday. Jonurson, nimaga eshik yasalmayapti? Okey, bitta eshik va ikkinchi eshikni ham yasab olishim kerak hozir. Bitta bu yerga va bitta bu yerga. Jonurson, eshik yasashimiz kerak. Eshik qanaqa yasalardi? Adashib ketibman, uzr. Okey, bunday va bunday. Okey, mayli mer. Davay. Ustungiz qo'llab qo'ymayman. Men esa bugun kechqurun buni albatta tagiga yetishim kerak. Kirish eshigi qayerda bo'ladi? Mana bu yerda bo'la qolsin. Okey, qani, ana endi boshlaymiz. Yaxshi, ajoyib. Bu yerga ham bitta qo'yamiz va bu joyga ham bitta qo'yishimiz kerak bo'ladi. Okey, mana va bunday. Ajoyib. O'zi umuman olganda qo'li gul ustama akalar. Okey. O'rtadan joy ochib qo'yishimiz kerak. Jonurson, mushigim bo'ldi, mushik bu. Okey. Men ishimga 1 dan 10 gacha baho qo'yib qo'yasizlar. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa obuna bo'linglar, agar yoqmagan bo'lsa ham obuna bo'lib qo'yinglar akalar. Mayli, men kechga yaxshilab tayyorgarlik ko'rishim kerak. Ungacha gaplashamiz akalar. Men hozir uxlab, yaxshilab damimni olay. Qani, uxlaymiz maza qilib. Ay boshim, televizorda yo'q. What the fuck? Axir bugun kechqurun men o'rmonga bormoqchi edim. Ya'ni tashlandiq g'orga. Qani bo'lmasam bolalar, hozirdan ishda boshlashimiz kerak. Eng birinchi men qilishim kerak bo'ladigan narsa omborga borib kiyim olishim kerak akalar. Nimaga desanglar, maxluq juda ham kuchli bo'lishi mumkin. Menga esa branjiletlar kerak bo'ladi albatta. Branjiletlar esa omborda bor edi. Turibdi mana. Mana buni olamiz va buni ham olamiz. Xo'sh, ana endi boshdan oyoq kiyinamiz. Okey. Va ana shunday. Ajoyib do'stlar. Qani, men manyakni o'ldirishga tayyorman. Sizlar esa videoni qiziq joylari boshlanishdan oldin kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, Jonurson. Qani bo'lmasam, ertagacha emas, hozir o'rmonga kirib maxluqni tinchitishimiz kerak akalar. Tak, bu o'rmonda emas, ana bu o'rmonda edi, adashmasam.
Xo'sh, bu bo'lsa, aha, shu o'rmonda ekan. Mana shu g'ordamidi Jerson. Okay. Oh. What the fuck? Men kimni ko'rdim hozir? Jerson. Oh. Bo'ldi, sizlar ham ko'ryapsizlarmi buni? Da. Men ham ko'ryapman buni akalar. Hozir buni o'ldirishimiz kerak bo'ladi. Jerson meni ko'rmayaptimikin-a? Orqasiga chiqamiz. Jerson. Ajoyib. Va bu yerda qanaqa g'or bor ekan? Qana? Bu yerda hech qanday g'or yo'q. Va men bu yerda yolg'iz qolib ketdimmi? Yo'q, bu yerdan chiqib ketish mumkin Jerson. Mana bu chiqishni ham o'ldiramiz va bu yerda yana qanaqa yangiliklar bor? Hamma joyni tintib, ko'rib, bir boshidan chek qilib chiqish kerak. Ya'ni tekshirib chiqishimiz kerak. Tak, bu yerdagi afsonalar yolg'onligini hali ularga isbotlab qo'yaman. Bo'ldi, menimcha bu yerda bitta maxluq bor ekan va uni men o'ldirdim. Kommentariyada bo'ldi. Mani tabriklab bemalol yozib qoldirishinglar mumkin. Sizlar bilan men Frespboy bo'ldim. Kanalimga obuna bo'lgan bo'lsanglar, sizlar mushiksizlar. Agar hali ham obuna bo'lmasangiz kuzatayotgan bo'lsanglar, sizlar bilinglarki g'irga ekansizlar. Mayli keyingi videolarda ko'rishguncha. Hammaga xayr.